Assalomu alaykum ahli TikTok. TikTokda O'zbekiston tarixida 50-levelga chiqqan Oqilov akamizni butun hamma tanisa kerak. Bir profillari adashmasam 45, bir profillari 46, bir profillari 50-levelga chiqqan. Juda ham ko'plab qiynalgan, beva, bechora, nogiron, yordamga muhtoj, son sanoqsiz minglab insonga foydalari tekkan. Shu qatorida TikTokda oqmi, qorami, yaxshimi, yomonmi ajratmasdan butun TikTokdagi stream qilayotgan qizmi, erkakmi hammasiga foydasi tekkan. Shu qatorida menga ham foydasi tekkan. Juda ham ko'plab insonni qora qozonlari qaynashiga sababchi bo'lgan Oqilov akamiz TikTokni tark etdilar. Akajonimni hurmat qilamiz. O'zlari ketsalar ham, o'zlari TikTokka kirmasalar ham nomlarini o'chirmaymiz. Biz hech qachon qahramonlarni unutmaymiz. Bergan non tuzingizga rozi bo'ling. Joningiz omon bo'lsin Oqilov tog'am. Dunyo turguncha turing. TikToksiz ham sizni men sog'ingizga do'st bo'lib, sog'ingizga aka-uka kirishmaganman. Sizni yaxshi ko'raman. Yuraksiz. Juda ham ko'plab insonga foydasi tegdi. Sizni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. TikTokka kirmagan taqdiringizda ham 100 yildan keyin ham, jannatlarda ham sizni so'roq savolingizda Oqilovni taniysanmi desa, siz uchun Oqilovni taniyman deb libofcham turaman. Bergan non tuziga rozi bo'ling og'am. Vatan hech qachon qahramonlarni unutmaydi. Oqilov tog'am, meni tog'am. Oqilov tog'am, xo'p o'zimni tog'am. Alloh rozi bo'lsin. Ketsangiz ham sizni unutmayman. Salomat.